molekulalari yordamida qabul qilish esa to'g'ri bo'lmagan birinchi harakatdir. O'tkir nurlanish kasalligining rivojlanish shakllari va klinik belgilari. Kasallikni belgilarini aniqlash uchun bizlar nurlanishning to'g'ridan-to'g'ri aloqasini turli notabiiy o'zgarishlar, kuchsiz aloqalarning uzilishi, radikallar uzilishi, molekulalarning depolarizatsiya sifatiga bo'linishi va boshqa o'zgarishlarga olib keladi. Hujayra va suyuq moddalar biokimyoviy bo'linishlar oqibatida hosil bo'lgan oksidlangan zararli moddalar bosh, miya o'srog'i, reflektorlar harakatlari, qon, limfalar orqali mazkur organizmning natijasida miya o'srog'ining to'xtatuv va tizimlari, boshqa qo'zg'atuv tizimlarini, ya'ni ustunligi qiladi. Keyin esa tutatuv, ya'ni buning oqibatida qo'sloq tarkibidagi tolalar, endokrin temiri, ichki organlar va boshqa hujayralar boshqaruv va trofik xususiyatlari susayadi. O'tkir nurlanish kasalligining kechishi, nurlanish miqdori, kattaligi va rivojlanayotgan patologik jarayonga qarab nurlanish kasalligi to'g'ridan-to'g'ri bo'linadi. Yengil turi birinchi, barcha turdagi hayvonlar, qushlar bilan birgalikda birlamchi nurlanish vaqtida 1,5 va 2,5 gram miqdorda, o'rta turi ikkinchi 2,5-4 gram miqdordagi nurlanishda hosil bo'ladi. Og'ir hollarda uchinchi, ya'ni 4 va 6 gram miqdordagi nurlanish oqibatida kelib chiqadigan va o'ta og'ir holatdagilar 6 gramdan ko'p nurlanish qabul qilinganda so'ng rivojlanadi. O'tkir nurlanish kasalligining klinik holati 4 ga bo'linadi. Boshlang'ich yoki umumiy birlamchi reaksiyasi davri, maxfiy yoki tinch davri, rivojlangan davri yoki kasallikning klinik ko'rinishlari avj olgan davri. Tiklanish davri 3-4 gray. Nurlanishni qabul qilgan hayvonlarda nurlanish kasalligining sindromlari yaqqol ko'riladi. 3 gray nurlanish qaralganda yoki 3-6 graydan ortiq nurlanish qabul qilinganda hayvonlarda kasallikning me'yori rivojlanishdan so'nadi va kasallik davri hamma vaqt ham aniqlanmaydi. Mana agar bizlar ta'lim texnologiyasi yo'nalishida oladigan bo'lsak, nurlanishning, ya'ni yuqumli kasallik bilan yuqumsiz kasalliklar o'rtasidagi uni farqini ajrata olsak, nurlanishning yana Venn diagrammasiga bizlar bu jadvalimizni tuzib oldik. Umumiy jihatlari, ya'ni nurlanish kasalligini va yuqumli kasallikni, ya'ni nurlanish kasalligi ichki yuqumsiz kasallik bilan yuqumli kasallik o'rtasidagi farqlanishi yoki o'xshashli joyini aniqlaganimizda Venn diagrammasi asosida nurlanish kasalligida immunitet infeksiyadan ko'rinadi, ishlamaydi. Ikkalasiga ham yuqumlida ham yuqumsizda.